Nuriy Shahin yana gol urgan Shomurodov haqida nimalar dedi? Turkiya chempionatining ikkinchi davrasini Istanbul Başakşehir va Fatih Karagümrük jamoalari boshlab berdi. Mezbonlar Eldor Shomurodov va Umar Ali Shahinerning gollari evaziga 2-1 hisobida zafar quchdi. Yevropa kuboklari yo'llanmasi uchun kurashayotgan Istanbul Başakşehir 18-turdan keyin ochkolari sonini 29 taga yetkazib olib, kuchli 5likka yaqinlashdi. Eldor Shomurodov Superligadagi gollari sonini 13 taga yetkazib oldi va bu ko'rsatkich bo'yicha to'purarlar poygasida yakka peshqadam bo'lib turibdi. U eng yaqin ta'qibchisi Aul Onwachuni 2 ta to'pga ortda qoldirmoqda. Başakşehir murabbiyi Nuriy Shahin uchrashuv haqida fikr bildirib, Eldor Shomurodovning jamoa muvaffaqiyatlariga qo'shayotgan hissasini alohida e'tirof etdi. Bu juda qimmatli g'alaba. U ligada oson o'yinlar yo'qligini isbotlaydi. Birinchi taymda juda yaxshi o'ynadik. Balki bu yerga kelganimizdan beri eng yaxshi o'yinlarimizdan biri bo'lgandir. Faqat ikkinchi gol yetishmadi xolos. O'yinning ikkinchi yarmida ham gol ura olmadik. Fatih Karagümrük esa yo'qotadigan narsasi kam bo'lgan jamoa edi. Shuning uchun tavakkal qildi. Aytilganidek, sen gol urmasang, senga urishadi. Hisob 1-1 ko'rinishiga kelganidan keyin jamoamning o'yini menga juda yoqdi. Sabr bilan o'ynadik va imkoniyatlar yaratdik. Oxir-oqibat Umar Ali Shahinerning fantastik goli tufayli g'alaba qozondik. Bunday g'alabaning qiymati juda katta. Jamoamizning oxirgi 5 ta o'yindan 4 tasida g'olib chiqqani, ayniqsa ketma-ket 3 ta uchrashuvda zafar quchganimizning ahamiyati juda baland. Ular rivojlanish jarayonini tezlashtiradi. Jamoa o'yiniga bo'lgan ishonch ortadi. Men kelganimda o'yinchilarga shunday degan edim. Boshida biroz qiyin bo'ladi, lekin o'yinimiz yo'lga tushgach, bu biz uchun juda katta foyda keltiradi. Ular buni hozir o'zlari ham ko'rishyapti. Umar Ali Shahiner men uchun juda qimmatga ega futbolchi. U klubning asosiy o'yinchilaridan biri. U fantastik darajada professional. Balki u men bilan yarim himoyada o'ynamas, ammo chap va o'ng qanot himoyasida ham bizga katta yordam berdi. Bugun u so'nggi haftalardagi yaxshi o'yinlarini gol bilan bezadi. Men u uchun juda xursandman. Eldor Shomurodov Superligada eng zo'r to'purar bo'ladimi yoki yo'q, bu men uchun hal qiluvchi darajadagi masala emas. Agar mavsum oxirida maqsadlarimizga erishsak va Eldor eng yaxshi to'purar olsa, albatta bundan juda xursand bo'laman. Ammo men uchun eng muhimi jamoaning o'yini va natijalari Eldorning bizga qo'shayotgan ulkan hissasidir. Men Eldordan doim gollar kelishini bilaman, lekin uning to'psiz harakatlari ham jamoa uchun juda muhim. Shomurodov kuchli xarakterga ega inson, zo'r futbolchi. Eldor bilan ishlash juda oson. U haqiqiy yulduz. Haqiqiy yulduz bo'lmagan o'yinchilarni boshqarish juda qiyin bo'ladi, dedi Nuriy Shahin. Istanbul Başakşehir Turkiya chempionatidagi keyingi uchrashuvini 25-yanvar kuni o'tkazadi. Ushbu sanada Shomurodov jamoasi Kayserispor futbolchilari mehmoni bo'ladi.